O'zbekistonda misli ko'rinmas yangilik Xeling sharbatlari dorivor va foydali. Stop. Qaytadan yaxshiroq, jonliroq o'ynab bering. Qo'ying. Odamda nechta kasallik bo'lsa, uning barchasiga davo bo'ladigan bu Xeling sharbati. Hey, stop. Gapingizni oxirigacha aytib, keyin iching. Bular tabiiy va foydali. Stop. Qaytadan yaxshiroq o'ynab bering, iltimos. Qovoq va makka jo'xoridan tayyorlangan foydali sharbat bo'lib, bu insonda barcha kasalliklarga davo bo'ladi. Ushbu sharbatni qayerdan topsa bo'ladi degan savol miyangizda uyg'ongan bo'lsa, tepadagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Ey, pastga yozing. Ha, pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Ey olti, menga qarang, nimaga sen aktorskiy mahorating zo'r edi, o'ynab bera olmading. Men shuni tushunmayman. He, bu Xeling sharbati bor-ku, haqiqatan ham tabiiy, mazali shirinlagan-da, foydali ekan. O'shaning uchun qayta-qayta ichib olaverdim-da. Qoldirmabsan-da menga. Rostalani. Tabiiy mahsulot. Без тебя уже все по-другому. Мой день проходит монотонно. Слова скопились в горле кома. Наверное, ты меня не помнишь. Jonim sutmi, qatiqmi? Qatiq. Yomon og'ridiyu, kallangiz ishlaydimi? Ha? Nima qarayapsiz? Otib aka, toting. Toting. Samsan? Ha, qichib qo'ygansan. Muhammad, nima edi? Men kichkina bolalar bilan urushmayman. Urushmayman. Расправа здесь в синей форме араба и железные оковы до ног. Терпи бой на голову, да терпи бой на голову. Что, Викинсан? Судьба континент, мягкий хлеба, да терпи бой. Смотри, тут пацаны сухари. СНГ мы. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozir mana soat 12 bo'lishiga atigi 20 daqiqa vaqtimiz qoldi. Bugun onajonimni jannatimda tug'ilgan kunlari. Hozir tabriklashga ketyapmiz. Qani qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Degan biznesimiz zo'r bo'lib ketsin, rivojlanib ketsin. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, nasib. Ha, bola. Sizlar o'yladinglar-da, hozir tanga tashlaymiz. Biznesimiz zo'r bo'lib ketadi. Sevgan qizimga erishaman. Odamlarga ham xayr. Shunaqa niyat qilib tanga tashlayman axir. Tushunmayman-da. Ilohi shunaqa odamlar kamaysin. Kimdir dasturlashdan, blogerlikdan yoki boshqa bir sohadan zo'r pul topayotgan bo'lsa, siz ham aynan o'sha ishni qilishingiz kerak degani emas.
Bolalar yaxshimisizlar? Hozir odamlarga tushunib bo'lmay qolibdi borku. Boya shunday partiya chiqyapman. Bitta qiz bilan bitta bola. Og'izni birini aralashib o'pishyapti-da. Uyatsiz. Uyalmaysanmi? Sal qog'ozga o'rab gapir. Boya partiya chiqyapman. Bundan bitta qog'oz topib oldim-da. Qog'oz shunday ochib qarsam bitta qiz bilan bitta bola. Og'izni birini aralashib o'pishyapti. Aldayapti, qari qog'oz. Mana qog'oz, mana. Bo'pti, birinchi men keysizlar. Bermayman. Iltimos, yaxshi qiz ko'rsatib yuboring. Bermayman dedim-ku, bermayman bo'ldi. Iltimos, yaxshi qiz ko'rsatib yuboring. Yo'q, Iltimos, yaxshi qiz ko'rsatib yuboring. men bermayman dedim. Maylimi, ish vazifam bajarsam. Provangiz bitta ko'raman, qaytarib beraman. Xo'p, faqat rasmga qarab, Aha. tushib qolganman deb. Mana yo'lingiz bexatar, davom etavering. Xo'p, sog' bo'ling. O'ldirib yuboramiz. Karich bugun sen o'lasan, tushundingmi? Cho'ktirib yuboramiz. So'ktirib yuboramiz. Sen chaq mamta qara. Lekin menga qara, hamma o'lishdan oldin bitta so'nggi tilak tilashga haqli. Tila. So'nggi tilagini tilab olsan. So'nggi tilay. Qo'yib yuboringiz aka. Ketur kam. Rahmat, Abdushuhratdan son qildingiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Instagramni yozib qo'ygan, hop. Sen dalbayomisan? Sen yibarmisan? Va o'lib tutib keldik-ku, nima qilamiz endi? Sen yebal qilmalaring. Mashshaqa payt hozir lavash so'ragani nima qilamiz? Qatdan totib beraman. Vash zo'r bo'ldi, gapirim vash chuv bo'ldi. Zo'r klubga borib, sakib o'tirib olib kelaman. Tushunmading? Ko'ziga qarab yursam, maylimi? Sen ko'zingga qarab yuribsan. Tushunmading? Beqoti adasi, nima dorsan erimga? Ha? Sanchi? Manchumani. Nima dorsan sen meni erimga? Nima erimga? O'zingni boqmaydi. Ko'chani qilib bo'lsanglar, erim to'g'ri ketyapti. Nima? Jangi bo'lyapsan, Jang zo'r bo'ldi. Ha, xotin. xotin. Ana shunday. Ana shunday. Albatta. Sochini bittalab yuraman, qalbimda. Ur, ana shunday. Ur. Jaga ur. Jaga. Voy, yomon tomosha. Ur. Ur. To'pga talashib to'p. Ha. Voy, mazza qildi ekan, ovqat yoqdimi? Da, было очень вкусно. Обязательно shortni berib oling. Jon, hozir kelaman. Hozir kelaman. Hozir. La senga qarsaklaring. Dadim yo'q. Ha, shoti to'ladi. Bo'ldi. Voy, menga qara, keyingi safar meni uchrashuvim kelib berasan, tushundingmi? Hozir yo'q. Hozir gaplashamiz. Davay. Hozir singlim bir daqiqa. Hozir singlim hozir singlim bir daqiqa. Hozir singlim. Hozir. Singlim. Yordam bering, bola qilib. Kiyib kelmagan ekanman da. Hozir kelaman singlim. Hozir. Chivardingiz, brat. Boss. Hammasini ushlab keldim. Agar haqiqatni aytishmasa, otib tasha hammasini. Tushunarli. Aytasanmi yo'qmi? Bilganingni aytmayman. Aytasanmi yo'qmi? Aytma aka. Aytasanmi yo'qmi? Yo'q. Aytasanmi yo'qmi? Aytma, okey. Aka, aytmoqchidingiz aka, turing aka. Turing. Kallang qursin, aytmoqchi edi. Otib qo'ydinglar, nima demak? Chivardingiz, brat. Hoy, Jek, qara. Ne kadar go'zal. Bu go'zalliklarni faqat men ko'rmayapman-da. Keyin yaxshi jonlash olaylik, Roza. Nimaga? Nafasim qaytib ketyapti. Ha, ana endi bas.
Jek, Ha, menga uylanasizmi? yo'q. Nimaga? Nimaga uylanmaysiz? Hop, uylanaman, uylanaman. Yosh havoda toza g'o'ta bahramat bo'laylik-ki. Qoyilman, yigitcha. All that I have is all that you given me. Did you never worry that I come? Wow, Chanel. Yo, Versace. Yakon. Bo'yi 1.65. Razmeri 38, oyog'iniki. Yoqa ochi. Bo'ldi. Umid o'zinglar. Yeri bor ekan. Yo'nlang deyimgir. Chiqqa. Ofitsiant, Labay xonim. men sizga yarim kosa sho'rva olib keling dedim. Men siz menga bir kosa olib kelibsiz. Keyin non dedim, yarimta siz bir butun olib kelibsiz. Men yomayman buni hammasini. Men to'lamayman bunga. Xo'p, shumamonmi? Ha. Hozir ish qilamiz. Endi o'zingiz juda chiroyli qiz ekansiz. To'g'ri yo'qdingiz menga. Al bunaqa bizrisanga, bunaqa chiroyli qiz kelmagan. Mana gay. Yarim tomon, yarim to'qat. Ha, sizga hozir. Ne? Muzqaymoqni non bilan yeydimi? Jonga deydi bor. Haqiqatdan ham shuni kutgandan ko'ra qizlar bo'ldi, yaxshi. Vallahi. Ey, nomard. Qayerda yuribsan? Yarim soatda kelaman deding. 1 soatdan beri sarg'ayib kutib o'tiribmiz seni mana bu yerda. Vallahi sizlar ham meni to'g'ri tushunmaysizlar-da. Sizlar bitta qadamlaring meni ikkita qadamim-ku. Sizlar bir joyga 15 minut dush qilsalaring, men yarim soat dush qilaman-ku. Nimaga to'g'ri tushunmaysizlar vallahi? Sizlarda 2x orqada yuradi, ha? To'g'ri. Mayli, hech yo'q. Ye, Guli. Halo. Ha, Guli? Ha? Qizlar tayyor? O'raylik. 10 minutda borish kerak. 10 minutda yetishkunlaringda. Boshqa nima qilaylik? Men boray. Hey, 10 minutda borishimiz kerak. Sen bilan bo'lsa 20 minutda quruq olib ketamiz. Men boray, sizlar. Hal qilaylik. Nima qilamiz? Endi yechim bor. Ketdik, ko'tarib boraman. Ishladingmi? Ishladim. Yerda o'tirib tur, yarim soatda kelamiz. Vallahi olib ketinglar, vallahi. Olib ketinglar. Nargizaxon, sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Я не поняла. Sizga hozir hammasini tushuntirib beraman. Kim bu qiz meni tushuntirib berasiz Hozir menga? sizga Nargizaxon, ayting baka hozir hammasini tushuntirib beraman. Что вообще происходит здесь? Nargizaxon, sizga tushuntirib beraman hammasini hozir. Kecha soat 2 da nima qilsiz? Menga uy ketaman deganingiz, klubda nima qilsiz? Uyda klub turmaydi soat 2 da. Hozir tushuntirib beraman. Kim bu bola? Kim bu bola? Menga nimani qaraysiz aka, tushuntirib beraman deyapti-ku, o'zi bilan gaplashing.